Assalomu alaykum YouTube kuzatuvchilari. Ana o'zimiz yasayotgan rotan stol stullar. O'zimiz mana usta sherigimizdan batafsil ma'lumotni olamiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum obunachilar va YouTube kuzatuvchilari. Mana rotan stol stullarimiz tayyorlari bor. 8 talik, 6 talik, 4 talik, 10 talikgacha tayyorlab berilaveradi. Shunday stol stullar kerak bo'lsa pastda nomer qo'yib qo'yamiz, aloqaga chiqaverasizlar. Buni razmerlariga keladigan bo'lsak 8 taliklarimiz 2 metrga 90 sm bo'ladi. Oynaklari kalyonniy bo'ladi. Bunisi 6 taligimiz. Buning razmeriga keladigan bo'lsak 1.40 ga 80 bo'ladi. Oynaklari kalyonniy bo'ladi bularda ham. 8 taligimiz bilan bir xil kalyonniy oynak bo'ladi. Bularimiz narxiga keladigan bo'lsak, narxlari 2 million 300 ming so'mdan vodiy bo'ylab dastavkasini bepul qilib beriladi. 6 taliklarimiz narxlari. Rasvetkasida farqi yo'q, narxda o'zgarish bo'lmaydi. Qaysi rangdan tanlagan taqdirlarda ham o'sha narx ichida yetkazib beriladi. Vodiy bo'ylab dastavkasi ichida qilib beriladi. Mana bu yoqda arex svetimiz bo'lsa, bunisi seriy svetimiz, bunisi yog'och svetimiz bo'ladi. Bu svetimiz ham yaqinda chiqqan svet, ko'pchilikka yoqib turgan svetlardan bo'lyapti. Chiroyli chiqqan svetlardan. Xo'p, bu yoqda eng hadovoy svetimiz, korishneviy svetimiz bo'ladi. Bu stol stullarimizga garantiyalari 3 yillik garantiyalari bor. Seriyoni o'ziga ham zavodda o'zidan 3 yillik garantiyamiz bor. Ehtiyot qilib ishlatilsa uzoq yil xizmat qiladi. Do'stim, shu oynaklar to'g'risida ham chiqib ko'rsatib bering. Oynaklar degan savollar bo'lyapti. Kalyonniy oynak bo'ladi. Mana odamni ham bemalol ko'taradi, chiqib qilib ko'rsa bo'laveradi. Bemalol sinab ko'rib olinaveradi. Bu yoqda maloshniy svetlarimiz, bular ham chiroyli chiqqan, sochniy bo'lib chiqqan maloshniy svetlarimiz ham. Bu svetlarni ham tayyorlab beraveradi. Hammasining narxi bir xil, o'sha 6 talik, 4 talik, 8 taligiga qarab narxi o'zgaradi. Rangida farqi yo'q, o'zgarmaydi rangida. Bu yoqda mokriy asfalt svetimiz. Bu svetimiz ham hadovoy svetlardan biri bo'ladi. Kimga qaysi rang ma'qul kelsa, o'shandan aytsa tayyorlab berilaveradi. Bundan kichkina 4 kishiliklar ham bo'ladimi? 4 kishiliklarimizni standart o'zini xon taxtasi tayyor bo'lmay qoldi. Bu yerda hozir 6 kishiligimizni xon taxtasiga 4 ta stol qo'yganmiz. Ko'proq oshxona, kafe, restoranlarga shu holatda olishyapti. Bu holatda, mana shu holatiga narxi 1 million 900 ming so'm chiqadi. 6 talik xon taxtasi bilan 1.40 ga 80 xon taxta bilan. Agar shuni o'zini standart razmerdagi xon taxtasi bilan bo'ladigan bo'lsa, 80 ga 80 xon taxtasi bilan bo'ladigan bo'lsa, 1 million 800 ming so'm vodiy bo'ylab dastavkasini qilib beramiz. Bu yoqda 8 taliklarimizni boshida aytdik, 2 metrga 90 bo'ladi. Xon taxtalarning razmerlari, oynaklarimiz yetishmovchilik uchun qo'yilmadi, yetmay qolgani uchun, hozir yetib kelmay qolgani uchun. Bularni ham hozir aytganimizdek rangida farqi yo'q, narxi o'zgarmaydi. Qaysi rangni tanlashidan qat'iy nazar. Narxlari keladigan bo'lsak, 3 million 300 ming so'm vodiy bo'ylab dastavkasini bepul qilib beriladi. Endi ichida kraskalari qolib ketibdi. Kraskalariga keladigan bo'lsak, ichida kraskalari parashok kraska bo'ladi. Parashok kraskani sepib 200 gradusda pishiriladigan kraska bo'ladi. Mana karkaslarimiz kraska qilingan, pishirilgan holati propanda o'sha 200 gradusda pishiriladi. 200 gradusga tushsa o'sha mana shu holatda kraskaga aylanadi. O'zi quruq parashok bo'ladi. Parashok sepiladi va shu mana shu xonamizda pishiriladi. Shunga tayyorlangan xona bu. Mana bu yoqda mana xon taxtalarni ham kraskalangan ko'rishingiz mumkin. Bular ham o'sha parashok kraskadan kraskalangan. Mana bu yerda o'sha ustaxonamiz, karkaslar yasaladigan joyimiz, ishxonamiz desak ham bo'ladi. Karkaslarimiz polniy kemping svarkada bo'ladi. Kantashka svarkada. Svarkalari ham xudo xolasa yaxshi svarka qilinadi. Unaqa chala chupa unaqa ishi yo'q bizda xudo xolasa. Chiroyli qilib svarkalari ham joy-joyida qilinadi. Turbalarning qalinligiga keladigan bo'lsak, 0.85 turbadan bo'ladi. 20 lik qalinligi 0.85 mm turbadan bo'ladi. Mana bu yerda sklatimiz, stol stullar bosib qo'yganmiz har xil rangidan. Bu yerda taxminan bir 50-60 komplekt atrofida tayyori bor.
Bemalol aloqaga chiqaverasizlar, pastdagi nomerlar aloqaga chiqsalang, tayyor bo'lsa sразу jo'natiladi. Bo'lmagan taqdirda ham 3-4 kun nari berisida bu yoqdagi zakazimizga qarab turib tezlatib tayyorlab berib jo'natishga harakat qilamiz. Vodiy bo'ylab dastavkalari bepul hozir aytganimizda qolgan joylarga butun O'zbekiston bo'yicha dastavkalarimiz bor. Qolgan yerlarga kelishilgan holatda bo'ladi. Manzilimizni eslatib o'tamiz. Farg'ona viloyati Bog'dod tumani Cho'rindiq qishlog'idan bo'lyapti. Pastda nomerlar aloqaga chiqsalang, Telegramdan tashlab beramiz. Xohlagan ranglardan zakaz berib, bemalol zakaz berishlaringiz mumkin. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Kanalimizni qo'llab bitta like bosib obuna bo'lib qo'yishni unutmanglar.